O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Go'zal Samiyeva xalq deputatlari Sho'rchi tuman kengashi deputatlari hamrohligida Sho'rchi tumanidagi 7-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida bo'lib, bu yerdagi yosh ijodkorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Maktabdagi o'quv-xonalar, musiqa asboblari bilan ta'minlangan muhit, ta'lim jarayoni hamda o'quvchilarning ijodiy ishlari ko'zdan kechirildi. Shu bilan bir qatorda maktabdagi muammolarni bartaraf etish uchun aniq chora-tadbirlar belgilandi. Bugun san'at maktablariga qaratilayotgan e'tibor ertangi kunda yurtimiz madaniyati va ma'naviyatini yuksaltiruvchi yoshlar uchun mustahkam poydevordir. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Go'zal Samiyeva tumandagi Bobur mahallasidagi xususiy maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda tuman kengashi faoliyati bilan tanishdi. Bolalarning bilim olishi, erkin fikrlashi va barkamol avlod bo'lib ulg'ayishi uchun yaratilgan muhit alohida e'tirof etildi. Biz mana shuni hozir ustozlarga ham singdiryapmiz. Faqat sizlar ta'lim beringlar, tarbiyani uyda berish kerak deymiz-ku, lekin baribir biz mas'ulmiz tarbiyaga. Tarbiyasiz boladan eng ko'p axloqsizlik va yomon odatlar chiqadi. Ko'proq bolalarga ertak o'qitaylik, keyin shaxmat, shashka, hozirgi yoshga ularga toshga yozilgan naqsh bilan teng. Hozirgi xotirasi. Shuningdek, tuman kengashi faoliyati, deputatlarning aholi murojaatlari bilan ishlash tizimi, hududda amalga oshirilayotgan tashabbuslar va kelgusi rejalar ham muhokama qilindi. Shu bilan bir qatorda Go'zal Samiyeva Sho'rchi tumanidagi bir guruh yoshlar bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida yoshlarimizni tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi yoki kasb-hunar egallashi uchun yaratilgan shart-sharoitlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Bunday uchrashuv va o'rganishlar xalq manfaatini ta'minlash, ta'lim sifatini yanada oshirish hamda hududlar rivojiga xizmat qiladigan amaliy qadamlarni belgilashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.